Qancha moy tushdi? Moy tushmayapti, aka. Tushmadimi? Qani ochgin. Yo xudoyim. Mashimi? 100 gram chiqadimi bu yerda o'zi? Chiqib qoladi havo bo'lsa. Havo bo'lsa amallab chiqib qoladi. Taqillab ketmayapti-da, motor bor-ku. Bir xudo asrab qopti. Moy chirog'im, qisir chirog'i o'chib yonib, hozir oxiri yonib qoldi deyaptilar, lekin motor hali taqillashga uspet qilmagan. Bilmayman, jim mashinalar shunaqa baqvatmi, yo'q o'lmas kashimi bilmadim, lekin hali taqillashga kelmabdi. Taqillagani yo'q. Taqillamabdi hali. Yo'q, taqillash kerakmidi bu? Taqillash kerak edi. 100 gram moy tushmadi, ishonasizmi? 100 gram. Shunaqa yurasizmi? O'zini qanaqada-ya? Moy to'kilib ketmaganmi? Yo'q, moy anu ichiga yopishib ketgan. Devorlari stenkasiga. Chunki unaqa ko'p vaqt o'tmagan edi. Shunga hayron bo'ldim. Mayli. Mashinangizning ahvolini ko'rdingiz. Nima qilmoqchisiz endi? Qaysi moy maslahat berasiz? Men o'zim sizga soddaroq jaydar tushuntirishim kerak bo'lsa, qarang. O'zingiz masalan, oddiy misol, oshni, bedana tuxum, qazi qartalari bilan yedirmoqchi bo'lsangiz, mashinangizga ovqat misolida tushuntiraylik. Motor Ecolite 8100 moyni quysangiz, zo'r moy bilan hisoblanadi. Agar yo tuxum bo'lish shart emas, sal bu qimmatli qiladi degan bo'lsangiz, Roves mana bu Dextron 1 530 moylarni tavsiya qilaman. Bu moy ham zo'r, xudo xolasa uyaltirmaydigan, presetkalari ham zo'r berilgan moylar. Mana shu moylarni men hurmat qiladigan moylarim zo'r chiqadi, ishonchli moylar. Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ldi, yes qilaman.